Assalomu alaykum, yana bir bor Makka Madina oshiqlari. Ko'pchilik lichkamizga yozyapti. Bizga bot link bermayapti, konkursga qatnasha olmayapmiz deb ko'pchilik yozyapti. Yana bir bor oddiyroq, qisqaroq qilib, juda ham oson qilib tushuntirib o'taman. Bu videoni ko'rgan bo'lsanglar, shu videoda tagida Saudiya konkurs bot degan joy bor. Shu joyga bossanglar, start degan yozuv chiqadi. Shu startga bosamiz. Ikkita kanal chiqadi bu yerda. Saudiyaga sayohat, Saudiya bozor. Ikkoviga obuna bo'lmasangiz, sizga bot link bermaydi. Shuning uchun ikkoviga ham obuna bo'lib olamiz. Obuna tugmachasini bosdim va chiqdim. Obunani tasdiqlash degan joyiga bosamiz. Mana men obunani tasdiqladim va 4 ta nuqtaga bosamiz. 4 ta nuqtada raqamni ulashish degan joyi bor. Bu yerga сообщение degan joyga raqam yozmanglar. Raqamni ulashishga bossanglar o'zi kifoya qiladi. Shunga bosib turib, bu yerda podelisa kontaktim yoki OK degan yozuv chiqadi. Ikkovidan bittasi chiqadi. Mana men kontaktimni podelisa qildim. Bu nima uchun? Sizlarni ballaringizni hisoblashlik uchun hali bittalarni bizda kontaktlar bo'ladi. Endi yana 4 ta nuqtaga bosamiz. Bosganimizda mening shaxsiy linkim, ballarim, shartlar, sovg'alar. Boshqasiga bosmaymizda birinchi link olamiz konkursda qatnashishlik uchun. Mening shaxsiy link, mana bizga shaxsiy link berildi. Bu berilgan link faqat sizga berilgan bo'ladi, boshqa birovga berilmaydi. Bu linkni guruhlarga tarqatsangiz yoki qarindosh urug'larga, tanishlarga, do'st birodarlarga tarqatsangiz, ular agar bizga obuna bo'lsa, sizga 5 ball beradi. Bu link faqatgina sizga tegishli. Mana men misol uchun buni do'stlarimga tarqatyapman. Mana, agar shu meni do'stim menga obuna bo'lsa, bizning kanallarga obuna bo'lsa, menga 5 ball beriladi. Endi mana ballarimni ko'raman. Menda hozircha 0 ball. Ball yo'q. Obuna bo'lishlik shart. Bu yerda sovg'alar, bu yerda shartlar. Bemalol ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, hammanglarga rahmat. Konkursda qatnashinglar. Ikkita katta sovrinimiz Umra safariga yo'llanma Ravshanbek hoji bilan birgalikda.